Tayyortam taomlar supsiga bugun ilib kelgan qo'rimiz bo'lsa, alayda Lopez Guiro hammamiz bilamiz, lag'man bilan yeyishga ajoyib mos keldi. Amsa qo'rishni boshlab ketdik. Lopez Guiro'ga ketarlik materiallar bo'lsa, kalaning liji go'shi, oq pesay, qizil laza, ko'k laza, so'm piyoz, zanjibil, samsaq, mor qatorliqlar. Amsa to'g'rashni boshlab ketdik. Go'shni to'g'rashlar ko'rib to'g'nolar ekan, o'tirib ish qilib olib, nippiz. Ala to'g'rab tayyorlab olamiz. Oq pesay qo'lini o'tirib ish qilib deb, shulib to'g'rab tayyorlab olamiz. Qizlar o'tirib ish qilib, sifat chiqish uchun g'ol qismini evilib, g'ish shakl to'g'rab olsa ham bo'ldi, mana o'xshash, bundan ko'rdinglar. Ko'k lazım o'tirib g'ol qismini evitib, buni mi g'ish shakl to'g'rab tayyorlab olamiz. So'm piyozni mi ushig'araq yaplaqdab to'g'rab tayyorlab olamiz. Samsaqni mi yaplaqdab to'g'rab olamiz, mana o'xshash. Zanjibilni mi o'tirib 3 poch qilib, kichikroq qilib, yaplaqlab to'g'rab olamiz. Morni qo'l bilan yo'g'on bosmada o'tirib ish qilyapmiz. Kichikroq mor bo'lsa bo'ldi, mush bitim. Tuz, tayyortamninki jijingdan azroq, mijingdan azroq, oqmishdan azroq, qo'jopindan mapiq silib, tayyortamninki diyampindan yerim qo'shoq, bir tal tuxumning seriqi aralashtirib, go'shtni yalli qilib deganimiz tamlandirib, buningga tayyortamning sumaylikisidan qo'yib olamiz. Sumay qo'shgan sabab bo'lsa, bir-biriga chaplashtirmaslik, qozon qo'yganda danim-dan chiqadi, chaplashmaydi debgina. Azroq tuz ama sho'rpa juma tuzni og'rin uyjing, qirqjing, oqmosh, xo'ja uqi, tayyortamninki jangyosi, qo'shiq atrofda tayyortamning ochiq suyi, jizdan ishib oldik, juma to'g'rashlar jizda. Ma'qumtar kiraqmal silib, aralashtirib tayyorlaymiz juma. Bugungi qo'rimizning tayyorligini bitib qoldi, amsa qo'rishni boshlab ketdik. Qozonga may quyib, ma'qul miqdorda tayyor qilgan go'shtlarni solamiz. Chechib tasal yaxshiroq. Endi basayn solib olamiz. Oq basay, bundan ko'rdinglardek. Oqdan ko'k qizillardan solib olamiz. Ma'lum darajada zalq bo'lgandan keyin endi to'kib olamiz. Qozonga ma'qul may qo'yib, may qizgandan keyin so'm piyoz solamiz. Zanjibilni solib, samsaq solib, mizlik puruq chiqqandan keyin kichik lapizni solib, bayam zalq bo'lgan mana ko'k qizillardan solib, go'shni solib, ishtik o'tda ko'rib, bayam tangshab elib olgan sho'rpimizni qo'yib, morni silib, minozroq sho'rib qo'yib, qo'rimizni pishib qoldi. Ham taqsiq usib tayyorlab olamiz. Qo'rimiz pishdi. Lag'man bilan yesanglar mana haqiqiy lag'mansi Lopez Guiro degan mushu juma. Mana bugungi qo'rimiz bitib chiqdi. Lopez Guiro hammamiz bilamiz, lag'man bilan yeyishga ajoyib mos keladi. O'g'illarni haqsiz yurganlarni bir tal besib qo'yishinglarni umid qilamiz. Bizga ergashishni unutmanglar. Chilak sonimiz texim sarxil.